İmam Şafii, İmam Malik bo'lsinlar, o'sha dunyoni butun buyuk ulamolar bo'lgan ulamolarning ham aslida ulamo bo'lishligi to'g'ri. Otalari bo'lganlari albatta otalar xizmatlarini qilsalar, ammo asosan ularga hatto birlarini otalari o'tib ketsalar, dunyodan o'tib yetim qolgan bo'lsalar ham Imom Buxoriylar kabi onalari ularni yetimlikda qo'yib qo'ymadilar. Buxoriyni aynan Buxoriy qilgan onalari bo'ladilar. Hatto 4 yoshlarda qarang, Buxoriy hali 4 yoshlarida. Buxoriydan katta ikkita akalari bo'lar ekanlar. U ikkita akalariga aytayaptilarki, "Antuma anfiqa li akhikuma li anni ara fihi samtal ilmi" deya qarang 4 yoshliklarda aytayaptilar. "Ho'y, siz ikki og'a" deyaptilar. "Jiddiy jihad qiling. Harakat qiling, kasb hunar qiling, tijorat qiling, mol toping, dunyo topingda mana bu iningizlarga nafaqa qiling, bu kishi ilm o'qisinlar. Chunki men bu zotni yuzidan, qarang, bu kishini yuzidan ilm siymosini ko'rmoqdaman" deyaptilar. Demak, 4 yoshliklarda ularni Buxoriy bo'lishligini ona his qildi. Ona mana shunday bo'lishligini nima aytdilar. Va Imom Malik bo'lsinlar, va Imom Ahmad ibn Hanbal. Eshiting. Ahmad ibn Hanbal aytadilar, esimda deydilar, men 5-6 yoshligimda onam kelardilar, men yotgan xonani eshigini taqillatardilar. Qachon? O erta sahar bomdodda. Agarda mendan bir sado kelmaydigan bo'lsa, sekin kirib, to'g'ridan to'g'ri, "O Ahmad, turgun" deya bir baland ovozlarda emas, balkim yonimga kelib, qo'llarida tasbih, zikri duo qilardilar. O'zlarini vidlarini o'qib, bomdoddan, sahardan oldin men yotgan yotoq atrofini, o'sha xonani zikri duoga, Allohning rahmatiga to'ldirib, so'ngra sekin muloyim bir tovushda, "Ahmad, bolam, tura qoling, namozga chiqamiz." Namozga chiqamiz, ha, bomdodga. Va meni deydilar, qishni sovuq kunlarda ham o'zlari olib chiqtirib, tahoratlarimni qildirib, o'sha badanlarimni quritib, tahorat a'zolarimni o'zlarini issiq yungli ro'mollariga o'rab ko'tarib olib kirardilar va kiyintirardilar. Va darvozamizni oldiga kelib turardi, qo'lim ushlab turardilar. To'yinki o'sha podshoning askarlari o'tar ekan, o'zlarini yumushlari, ishlari uchun orqalariga ergashib olib borib masjid sari borardik va bomdodni o'qib bo'lganimizdan keyin onam meni yana uyimizga olib kelardilar. Bu har kunlik holat edi. Bu qissa rivoyatni aytgan ulamolar aytadilarki, demak kimda kim deydilar. Mening bolam ham, farzandim ham Ahmad ibn Hanbal kabi bo'lsin, Imom Buxoriy bo'lsin, Imom Muslim bo'lsin, Abu Hanifa bo'lsin deydigan bo'lsa, birinchidan qizlarini Ahmad ibn Hanbalning onalari kabi qilib tarbiyalasin dedilar. Qizlarini Ahmad ibn Hanbal onalari kabi qilsinlar, ulardan keyin Ahmad ibn Hanbal keladi-da. Va bolalarini tarbiyasini erta sahardan, tongdan, bomdod namozidan boshlasin dedilar. Hazrati Imom Malik 5-6 yoshlarda o'ynab yurganlarida, bolam qarang 5-6 yosh, hali bog'cha bolasi. Maktabga chiqish kerak. Bolam, bunaqada siz umringizni o'tkazasiz. Hech kim bo'lmaysiz. Qo'ying o'yinni. Boring ana o'sha shayxga, ana u muhaddisga. Madinaning muhaddislarini sanay ketdilar. Ana u shayximiz, ana u ustozimiz, ana u muhaddisimiz. Borib ulardan hadis ilmini talab qiling dedilar. 5-6 yosh yigitchaga. Onani so'ziga e'tibor qilib ketarkanlar ilmga, to'xtang, "Hoy bolam, bu yoqqa keling" dedilar. "Ilbiz libasakal ilm" dedilar. Qarang, ona darsga borishlarini bilib, alohida ilm uchun bir libos tikibdilar, ha? "Keling bolam" dedilar, "Mana u ilm libosidir, buni kiying." Va ammamatli dedilar va meni boshimga salla o'ratib qo'ydilar. Va shu bilan men ilmga ketdim. Demak, doim ilmni talab qilganlarda ham go'zal bir liboslarda, toza kiyimlarda talab qilgan Imom Malik bir kuni kelib dunyoning imomi bo'ldi. Aytiladiki, Malik Madinada ekan, fatvo o'qishidan boshqa bera olmaydi, faqat o'qishi beradi fatvoni. Shu darajada Imamu Darul Hijra deyiladi. Hijrat diyorining imomi deyiladi. Faqat bu Imom Malikka aytiladi bu taxallus yoki bu sifat. Bir kuni kelib qarang, Imom Malik bo'lib butun dunyoga imomlik qilib turgan bir kunlarda hollarni qarangda. Atayin darvozalariga bir joriyani sotib olib, joriyani vazifasi kelgan ziyoratchi yoki murid toliblardan shuni so'rar ekan. Sizlar hadis olgani keldingizmi yoki biron bir shar'iy masaladan savol murojaat qilib keldingizmi desalar, kelganlar aytsalarki, biz hadis eshitgani keldik desalar, unda tura turing, men imomga xabar qilay derkanlar. Imomga xabar qiladilar u joriya. Imom ulardan avvalgi jamoatga, ulardan sal avvalgi jamoatga o'sha sunnatlari, ya'ni nima edi? Qarang,
doim hadis aytganlarida u kishi kirar ekanlar. O'sha qiyin bir zamonlarda, mana u chavgumlarda bizni hozirgi fash-fash dushlarimiz yo'q. O'sha qiyin bir zamonlarda g'usul qilar ekanlar. Yanada mushkambarlarning eng go'zalini o'zlariga purkab, yana yangi libos kiyar ekanlarda, go'zal bir hay'at va haybatda. Xuddi deydilar muhaddislar, payg'ambar alayhissalatu vassalomni o'zlarining huzurlarida o'tirgan bir holda o'tirib hadis aytardilar. Demak, kelganlar agar biz hadisga keldik desalar, u joriya kirib xabar bersa, Imom Malik kuta tursin derkanlar. Yana ig'tisol qilib, g'usul qilib, yangi libosda, yangi ko'rinishda mana shunday hadis aytganlar. Ko'rdingizmi? Onani 5-6 yoshliklarida bergan bu tarbiyasi bo'ladi. Bugungi kunda azizlar, jamoatimiz kutib turibdi, namozimiz bor. Illa bunda masala ko'pdir. Bugungi kunda mana shu isloh, ya'ni elni, yurtni islohi, jamiyatimizni tuzalishi bu albatta bizi qizlarimizga e'tiborimiz. Qizlar tarbiyasini agar yaxshi qilsak, hamma o'sha tushgan qizlarimiz borib xonadonlarini nima qiladi? Obod qiladi, iymonda, e'tiqodda, ilmda. Al-ummu madrasa deganlar ulamolar. O'sha onani o'zi bir madrasa. Qizingizni mana Qur'on o'qitib, u Qur'on ilmlarida olim qilib, hadis, bu fiqhlarni o'qitib, qani bir xonadonga beringchi. Bu xonadonga siz bir katta jamiya deyiladi. Arab tilida katta universitet bergan bo'lasiz. U xonadon o'z-o'zidan iymon, e'tiqod ahli bo'ladi. Farzandlari mana sizga aytib turganimizdek Imom Ahmad bo'lib tug'iladi. Imom Buxoriy bo'lib tug'iladi. Imom Abu Hanifalar bo'lib tug'iladi. Bugun mana shu jamiyatni islohi, biling, biz erkaklar avvalambor farzandlarimizga e'tibor qilaylik. Ularni nazorat qilaylik. Ayniqsa qizlarimizni nazorat qilaylik. Maktabga ketadilar 5-6 soat, lekin vaqtni ko'pida bizi uyimizda, o'zimizni yonimizda-ku. Ayol qadridan nimaga kelyapmiz? Biz o'sha qizlarimizni tarbiyasini uydan, siz hozir mana aytdingiz, yoshlikda kim aytdi hozir? Yoshdan tarbiyalash kerak deb. Yoshdan tarbiyalang siz demak. Hammamiz ham yoshlikdan e'tibor qilaylik. O'shanda mana holat bo'lmaydi. Takrorlaymiz, ayollarimizni qadri yuksak. Takrorlaymiz, Suratul Nisa degan, ya'ni ayollar nomida sura bor, ammo Suratul Rijal, erkaklar nomida sura yo'q. Shu darajada Alloh taolo kalomida ulug'lagan payg'ambar alayhissalatu vasallam u ayollarimizni shunday ulug'laganlar. Bugungi kunda hammamiz mana shu elni ravnaqi, obodligi, omonligi uchun iltimos farzandlarimizni tarbiyalariga, aynan qizlarga e'tiborli bo'laylik. Qiz tarbiya qilaylik, Ahmad ibn Hanbalning onasi bo'lsin. Qiz tarbiya qilaylik, Hazrat Abu Hanifaning onasi bo'lsin. Qiz tarbiya qilaylik, Imom Shofiy va Imom Buxoriylarning onalari bo'lsin.